Siz apelsinni po'stlog'i bilan yeb ko'rganmisiz? Deylik, men apelsinni birinchi marotaba ko'rib turibman va uni mazasini totib ko'rmoqchiman. Bilasizmi, menda qanaqa taassurot bo'ldi? Bu meva juda ham bemaza va taxir ekan degan taassurot bo'ldi. Endi shu payt bittasi keldi va aytdi: "Bu mevani po'stlog'i bilan yemaydi. Po'stlog'idan tozalab yeyiladi" dedi. Endi bilsam, bu meva juda ham mazali ekan. Men noto'g'ri xulosa chiqargan ekanman. Nima demoqchimiz? Bir inson haqida uni obdan o'rganmasdan yoki uni tashqi ko'rinishiga qarab baho berishga shoshilmang. Unutmang, sizni butun hayotingizni hal qilib qo'yishi mumkin bo'lgan xazina aynan o'sha yerda bo'lishi mumkin. Shuni bilingki, xazinalar xarobalarda saqlanadi.